Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana biz qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Davlat bayroqlarini topish o'ynaymiz. G'olib bo'lganlar, demak, mana bu o'yinchoqlarning birini qo'lga kiritamiz. O'tgan safargi yasalgan narsalar mana. Mana bu yerda ko'rinishi o'zlikdan ham chiroyli. Kromi hamda nima bor ekan? Ajdaho bor ekan, dinozavr. Bolajonlar tayyormizmi? Demak, tayyor bo'lsak boshlaymiz. Kim birinchi o'nta topar ekan? Fransiya. Sarvar birinchi aytdi, Sarvar bir. Fransiya. Germaniya. Sarvar 2. Germaniya. Hindiston. Muslima topdi. 2-1. Hindiston. Bangladesh. Bangladesh 2-2. Bangladesh. Bilmayman. Avstraliya. Mana. Ey. Qizil olsun. 2-2. Yangi Zelandiya. Misr. 3-2. Vay, 2. Misr. Pakistan. Jazoir. Pakistan Necha? Bilmayman. Bilish kerak-da. Armaniston ekan. Yo'q, qaysidir bu? Eron. O'rganish kerak-da. Kanada 4-ga 2. Men topmaganida. Kanada. Tezroq topdi. Amerika. AQSh bo'lsa ham bo'ladi. Sarvar topdi. 4-ga 3. Amerika Qo'shma Shtatlari. O'zbekiston. 4-ga 4. O'zbekiston. Hindiston. Qozog'iston. Qozog'iston 5-ga 4. Qozog'iston. Sarvar o'tib ketdi. Qanday ketadi bu? Xitoy. Xitoy boshqa. Pakiston. Demak, kim birinchi? Japan yoki Koreya. Yaponiya. Ya shu joyda to'xtatamiz. Vaqtimiz ko'p ketib qolyapti. Demak, bunda birinchi bo'lib 5 ta kimga o'tib keldi? Sarvarga keldimi? Demak, Sarvar nima olasan? Men Spider-Man oldim. Spider-Man olasan. Barakalloh bolajonlar.